Faqat yoqmasa ochiq etib ketamiz deb bo'ladi. Ikkinchi o'rinda turadigan chempion choyligisi shu ekan. Toshkentda ham bunaqa cheescake'lar tiqilib yotibdi to'g'risi. Choychi Abdullohga keldik. Xudo xolasa birinchi ochilgan filiallar ekan. Bundan tashqari yana filiallarimizni ko'paytirdilar. Umumiy 30 xil avtorskiy choyligisi bor. Ichini bitta ko'rsating. Maqtadilar, mana mashinasi chempion dedilar. Xudo xolasa karkaday choy mana. Boshqacha deyishdi, maqtashdi. Buni men ichaman, karak choyi egizot ichib beradilar. Ko'ramiz. Zo'rmi San Sebastianinglar? Bitta bering San Sebastiandan. Faqat yoqmasa ochiq etib ketamiz deb bo'ladi. Bemalol. O'zimizga firminli San Sebastianligisi bilan mana ikkita choylarimiz. Mana buni bitta ochib ber, egizot. Bismillah. Tasavvur qilasizlar, bu davlat binosi. Tasavvur qilurasizlar. Qiyin bo'lsa ham, qani bismillah. Novodoga men Galataga borib yeb ko'rganman rostdan ham cheescake'ni. Toshkentda ham bunaqa cheescake'lar tiqilib yotibdi to'g'risi. Faqatgina atmosfera uchun pul to'laysizlar bo'ldi. Bu yoqda bo'lsa Namanganda qani bismillah. Cheesecake zo'r. Mana strukturasi deyiladi aziz ekan. Struktura rostdan ham zo'r, lekin ochiq gap. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Shirasi juda ham ko'p. Shira o'tkir. Begzod umuman karak choy ichmagan. Bitta mazasini ko'rsin-chi, qani birinchi marta. Taassurot va emotsiyalar qani. Nima deyapti? Neobычный narsa lekin noodatiy. Pambir marojniy bo'ladi. O'shani mazasiga yotdi. Oxirida. Suti borda ichida. Zo'r, rostdan zo'r tayyorlanar ekan. Toshkentdagi ko'p joylarga solishib qo'yadi, jami damini beradi deb samozi negativ ko'payib ketadi, lekin solishib qo'yadi birga bir. Mana shu karkadek choyni maqtashdi. Karak choydan keyin ikkinchi o'rinda turadigan chempion choyligisi shu ekan. Bismillah. Zo'r. Issiqda ichib ko'rish kerak buni. Nima deysan, Bekzod? Zo'r. Boshqacha. Zo'r. Ana odatda o'zi karkadeni o'zini tayyorlabsa, bu mordon bo'ladi. Karkadeni mordon ham keladi. Unga bilmadim nimadirlar qo'shishgan shirin. Shirin bilan mordon, kisla sladkiy. Bilishinglar uchun Bekzod nechidir yillik barista, chirigan barista. Yoqdim? Zo'r. San Sebastian yaxshi, juda shirin, lekin shirasi o'tkir. Karak choy zo'r. Karkadek choy bu ham zo'r. Choychi Abdulloh, baraka topinglar, zo'r. Kelganlar bo'lsa, o'zingizlar fikringlarni qoldiringlar. Kim bilan kelmoqchi bo'lsangiz, o'ziga jo'natib qo'yinglar. Joylashuv bo'yicha bu yoqni Sumali svetofor derkan, endi Namanganliklar juda yaxshi bilishadi. Toshkentliklarga tushuntiradigan bo'lsam, menimcha ko'pchilik hozir tushunmasa kerak. Shuning uchun aynan o'zimizdan Toshkentlik jigarlar qadrdonlik uchun lokatsiyani Telegram kanalga joylab qo'yamiz. Muhammad akaning obzorlari yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar-da. Borib ko'ramiz profiliga, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.